Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasining bugungi naq maydon suhbat programmasiga xush keldinglar aziz qarindoshlar. Men Farhod Yurunqash bo'laman. Oldindan hammanglarni yurakdan salomlayman. Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Janob Alloh hammamizni salomat qilsin aziz qarindoshlar. Xo'sh, aziz qarindoshlar, yana bu o'tgan bir haftami butun dunyo miqyosida yana norozilik haftasi, namoyish haftasi bo'ldi aziz qarindoshlar. Toki bu Indoneziyadan tortib toki Turkiyagacha, butun Yevropagacha, g'arb davlatlarining hammasidagidek, har kunidagidek mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi, bo'libmi Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda tasdiqlangan jazo lagerlariga qarshi keng ko'lamda norozilik namoyishlari o'tkazildi. Indoneziyaning 10 necha shahrida indoneziyalik musulmonlar o'zininki Uyg'ur qarindoshlari ne qo'llab yada Xitoy hokimiyatininki Uyg'urlarga silayotgan zulmga norozilik bildirib namoyish o'tkazdik. Keng ko'lamda aziz qarindoshlar, Turkiyada har qaysi ommaviy tashkilotlar, har qaysi partiyalar bu yerdagi tashkilotlarimiz bilan birlashib turib, har kundagidek Uyg'urlarni qo'llab namoyish qilyotdi. Tig'i Berlindimi shu juma kuni Berlindimi Berlindagi Türk tashkilotlari va Türk cemaati Xitoyninki Berlindagi bosh elchixonasining oldida keng ko'lamda norozilik namoyishi o'tkazdi va bizning dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Ayso apandim boshchiligidagi bir hay'at atoydan ularning namoyishiga berib qatnashdi va butun Uyg'ur xalqi nomidan Türk qarindoshlarimizga rahmatni aytdi. Albatta bizning dunyo qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur xalqini ezilayotgan, qonlanayotgan, xo'rlanayotgan Sharq Turkiston xalqini qo'llab, ularga hissdoshlik bildirib, namoyish olib borgan, Xitoyga qarshi norozilik faoliyatini olib borgan butun qarindoshlarimizga takror minnatdorligimizni bildiramiz. Aziz qarindoshlar, xo'sh, men gapni qisqartay. Bugungi suhbatimiz xuddi biz nima deyilgandek, kishilik huquq va mustaqillik degan bu hukm haqida tushuncha bo'ladi. Aziz qarindoshlar, bu nozuk bir tema, asl xato tushuncha paydo qilib qo'yilgan bir tema, murakkab bir tema. Aziz qarindoshlar, ko'p ballarda biz chet eldagi qarindoshlarimiz ko'p ballarda bu kishilik huquq degan bu hukmni oddiy tushunamiz, oddiy tushunib qolamiz. Bu hukmga bo'lgan tushunchamiz yuzaki ba'zi qarindoshlarimiz hatto reaksiya qiladi bu hukm. Bu yerda ko'p ballarda Uyg'urlarning da'vosi masalan kishilik huquq Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Umum Bayannamesininki prensiplerini biz ta'kidlasak, ko'p ballarda ba'zi qarindoshlarimiz bular mustaqillik demidi degan bu nimani ko'tarib chiqadi. Bu yerda bu kishilik huquq hukmi bilan mustaqillik hukmi o'rtasida qanday bir munosabat va bir-birini inkor qiladigan bir hukmmi? Kishilik huquq degan bu prinsipni bizning ta'kidlashimiz xatomi? Bu haqda sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun biz bugun qimmatli va bu jihatda mutaxassislashgan bir qarindoshimizni istansimizga taklif qildik. Mana ekran oldimizda Amerikada istiqomat qilib turayotgan Zubayra Shamsiddin xonim. Zubayra xonim, ataydan vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Xush keldingiz. Hoş bulduk. Köpten köp rahmet Farhod efendim. Hem şundakla sizden bana bugün şunda bir fırsatını berip bizniki şu Uyg'urlar hozir duch kelayotgan kishilik huquq masalasi ham shundaqla mustaqillik degan mushu temalar ustida siz bilan suhbat berayotganimdan xo'shallandim. Mushu ekran oldida ko'rib turgan barliq vatandoshlarning, qarindoshlarningki qimmatli vaqtini ajratib bu programmaga ishtirok qilayotganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Gerçi biz siz Farhod efendim bir mutaxassislashgan degan nomlarni berdingiz. Amaliyat etgan vaqtda biz bu kishilik huquq, mustaqillik masalasi bu deganlarda menimcha har bir Uyg'ur mutaxassislashib ketdi. Chunki Xitoy hukumatining 49-yildan beri vatanimizni besib olgandan tortib, bizning Uyg'urlarning boshiga elib kelayotgan dard alamlar bu kunlar hammamizni, hamma Uyg'urni mundaqcha aytgan vaqtda bu zulm masalasini o'ylashish, shu zulmdan qanday qutulamiz degan bu masalada izdinish elib berishga hammamizni olim, hammamizni mutaxassis, hammamizni siyosiyon, hammamizni mushu yo'ldagi bir jangchiga aylantiryapti. Men faqat o'zimni shundaq bir mushu yo'lda, mushu vatan, xalq, shu xalqimizning beshiq kelayotgan mushu balay ofatdan qanday qutulamiz degan masala ustida izlanayotgan faqat bir odatdagi Uyg'ur, odatdagi bir odatdagi bir mushu masalaning qiziqchisi yoki mushu masala, mushu yo'l ichida xizmat qilishni hayotimdagi bir burch, vazifa deb qaragan bir Uyg'ur deb o'ylayman. Rahmat Zubayra xonim, güzel
bergan izohatingiz uchun aziz qarindoshlar, ekran oldidagi aziz qarindoshlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan tasdiqlangan to'rt televiziyasining suhbat programmasi. Hozir biz suhbatimizni bizningki Amerikada faoliyat olib berayotgan eng iqtidorli ham talantli fidokor bizningki siyosiy faoliyatchimiz Zubayra Shamsiddin bilan o'tkazyapmiz. Zubayra Shamsiddin xonim Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq programmasininki qurilishininki tadqiqotchisi kasbi, yana shundaq Zubayra xonim Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq komitetininki mudiri bu vazifani qo'shimcha o'tayotdi. Xo'sh, Zubayra xonim, naytdan boshladingiz. Bayım deb o'tdim. Ko'p ballarda masalan bizning bu chet eldagi ba'zi qarindoshlarimiz bu vosita bilan g'oyani aralashtirib o'tadigan bir-birisiga. Qo'llangan siyosiy talaffuz bilan kelgusiga yetmoqchi bo'lgan maqsadimizni, g'oyamizni bir-birisiga aralashtirib o'tadigan bir xato bir tushuncha bor ko'p hollarda. Masalan biz kishilik huquq deb xalqaro siyosatlarda kishilik huquq va demokratiya prinsiplerini asosiy yetakchi deb keldik. Hozirgacha bu bizningki siyosiy shuarimiz hamda buni vosita qildi. Bu vosita biz uchun hamda. Ama ko'p hollarda buni xato tushunganlar bo'ldi. Bu sizcha bu kishilik huquq hukmi bilan bu mustaqillik degan bu hukm bir-birisiga zid hukmmi sizcha? Menimcha bu ishki hukm hech qanday bir-birisiga zid deb qarmayman men. Bu bunda zid bo'lmaydi. Chunki biz kishilik huquq masalasi degan vaqtimizda bu har bir insonning tug'ilgandan tortib Xudoyim shu insonga apriydi qilgan bir huquqlari o'zi erishishga tegishli bo'lgan insonlar ashuningdan bahramand bo'lishga zodi atalgan bir huquqlar u tug'ilgandan beri. Endi biz bu yerda kishilik huquq deb so'zlab ketgan masalamizda albatta biz vatanimiz mustamlikada, Xitoyning mustamlikada bo'lganligi uchun biz aslida erishishga bizga taalluq bo'lgan hech qanday huquqlardan bahramand bo'lolmadik hech qachon. Bahramand bo'lish mayaqda to'sin. Hozir bizni Xitoylar endi Xitoy hukumati bundacha aytgan vaqtda Uyg'urlarni tutdin biz o'zimizniki zimin bo'lgan Sharqi Turkistonni yo'qitib, shu bizning ziminimizni butunlay o'zining kontroliga elish uchun mana shu girdab yo'liqib qoldik. Endi biz xuddi siz o'zingiz izohlab o'tib ketgandek, biz vosita ham nishon degan bir ahvolni bu yerda o'tirib qo'ydingiz. Albatta nishon g'oya degan vaqtda menimcha dunyoda bu yerda hech qanday bir Uyg'ur o'ziniki bir kimga yoki bir hukumatga yoki bir kuchli bir sistemaga qul bo'lib yashashni hech qanday Uyg'ur xohlamaydi, hech qanday inson xohlamaydi. Chunki bunda qulluq mantiqi bizni azaldan hech qanday bir insonga bir yaxshilik yoki hurlik yoki bir go'zal hayot ekanmaydi. Albatta biz inson ekanmiz. Har kim o'ziningki insonga o'xshash yashash ashundaq huquqlardan, insonga o'xshash yashash ashundaq imtiyozlarga ega bo'lishni orzu qildi, shunday yashash kerak. Chunki bizga Xudoyim shunday bir aql idrak, shunday bir inson qilib yaratgan ekan, insondek bo'lishimiz kerak. Demak, endi bu yerda deb o'tadigan hukm biz shaxsan men o'zingiz deb o'tgandek Amerikadagi shu kishilik huquq qurilishi degan shu organda ham tadqiqotchi ham Xitoy ishlariga mas'ul shunday bir xodim bo'lib ishlash sifatim bilan shaxsan biz shu tashkilotning o'zida shaxsan men o'zim ishlagandan beri, ya'ni 2013-yildan beri bu organda ishlayapman. Ishlayotgandan beri men o'zim bevosita aralashgan tadqiqotlar, doklad chiqarishlar va yoki boshqa faoliyatlar va yoki boshqa ahvollar, shu Uyg'urlarning taqdiri ahvollari haqida biz elib borgan tafsiliy tadqiqot ham bizning qilayotgan ishimizning hammasi butunlay Uyg'urlarning butun bir Uyg'urlik salohiyati bir millat sifati bilan o'z yerida, o'z vatanida hur, mustaqil ham shundaqla bir insondek yashash, shunday imkoniga ega qilish uchun shularni isbotlaydigan dunyodagi xalqarodagi qonuniy nizomlardan foydalanib biz Uyg'urlar hozir chet elda yashayotganligimiz uchun chet elda yana boshqa davlatlarningki yerida shu davlatlarningki qonuniy nizomlarga bo'ysungan asosda shu davlatlarning qonuniy nizomlarida bizning millatimizningki taqdiriga foydali keladigan shunday bir yo'llarni tepib o'z turayotgan shu davlatlardagi imtiyozimizdan foydalanib xalqimizning g'amini yeyish, xalqimizni mustamlika shunday azobdan qutuldirish, shunday yo'llarda qanday ishni qilish to'g'ri, qanday ishni qilsa bir o'zgarish paydo qilsa, shu ishni qilamiz degan maqsadlar bilan o'zimizning faoliyatni olib beryapmiz. Men bu haqda sizga tafsiliy, masalanki o'zimning shaxsan aralashgan shu organninki qilayotgan xizmatlarini misol qilgan ostida bizningki kishilik huquq deganimiz bilan
Uyg'ur xalqining mustaqilligi bo'lgan g'oyasi, mustaqilligi bo'lgan intilishi, mustaqil bir davlati mamlakatida yashashining afzalligiga bo'lgan bu g'oyalarning hech qanday bir-biriga qarshi emasligi yoki hech qanday qarshi bo'lmaydiganligini o'zingiz sizga men hozir misollar bilan ham tushuntirib o'taman. Marhamat. Endi bu yerdagi masala bu kishilik huquq mening haqiqatan siz boya deb aytgandek bizning xalqimizning orasida hozir shunday bir iqim fikrlar borki, falon avtonomiyachi, falon kishilik huquqchi, falonchi deb. Bu yerda biz undaq bir-birimizga bundaqchi deb ayrilib undaq qilib ketgandek bu yerda bir cho'ng masala yo'q. Chunki shu mayli kim qandaq yo'l bilan va yoki qandaq g'oyani ko'ngliga pukib yoki qandaq bir amaliy ishni qilib shu yo'lga menyapti, bularning hammasida bir-biriga cho'ng bir ixtilof bo'lib, bir-biriga dushman bo'lgandek bunday masala yo'q bu yerda. Xuddi bizda bir gap emas, amaliyotda bir olimning bir mustat kuzatuvchining bir gapi bor. Sen insonlarningki deginiga qarab emas, qilganiga qarab u insonlarning nima ish qildigini yoki nima g'oyaga yetmoqchi bo'lganligini bahala deb. Chunki deyish degan vaqt kelganda gap kelganda biz hammani dalalaymiz. Masalan, to'xtamchilikda o'tirib har qanday gapni desak bo'laveradi, chunki bu bizning erkinligimiz bo'lib, erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlar. Ammo bu deganlarimizni qanday qilib vujudga chiqaramiz, qanday qilib amaliylashtiramiz, qanday qilib bizning shu yoqdagi vatandagi Sharqi Turkistondagi ezilayotgan xalqimizningki hol ahvoliga dadiga darmon bo'la olamiz degan bu bir cho'ng masala, ham muhim masala. Endi bu yerda shunda bo'lganligi uchun shaxsan men kishilik huquq degan vaqtida biz ozroq to'xtalg'im keldi. Bizning xalqda kishilik huquq degan bir narsa bormi o'zadi vatanda deganda bizda u narsa bo'lmadiki, biz hech qachon bir huquq bundaq bir narsaga agar bo'lganmiz biz bu kunga qolmaydikki. Uyg'urlar bunda bo'lmadi. Chunki Uyg'urlarga ozroq huquq, ozroq bir erkinlikni berib qo'ysa, ba'zi vaqtda bizning jamiyatimiz, bizning xalqimizniki kelib chiqishi ko'rgan kunlari nimasiga nisbatan aytgan vaqtda xilma-xil ahvollar bilan o'zimizning ba'zi vaqtda ketayotgan nishonimizdan bundaq qiyib ketadigan taraflarmi bo'lgan. Ammo tub mantiqidan aytganda bizni mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar bizda hech qanday bir insoniy haq-huquq bo'lmadi. Insoniy haq-huquq degan narsa eng oddiy ismingiz sizning bir xotirjam yashaydigan, xotirjam o'zingizning tilini so'zlay oladigan, xotirjam siz nima diniga e'tiqod qilmansangiz e'tiqod qila oladigan, xushal-xuram o'zingizning do'st birodingiz, o'zingizniki taalluq bo'lgan jamiyatida rohat yashay oladigan, o'zingizning qanday bir siyosiy ko'z qarashi yoki qanday bir e'tiqodiy qarishingiz bo'lsa, uni qo'rqmay erkin nazar so'zlay oladigan va yoki o'zingizning yurtida, o'zingizning uyida, o'zingizning mahallasida va yoki o'zingizningki taalluq bo'lgan jamiyatingizda o'zingiz faxrlangan holda men bunda millat, men bunda bir inson deb yashay oladigan mana shu huquqlarning hammasi inson huquqi. Endi garchi manda desangiz inson huquqini ba'zi vaqtda bizning Uyg'urlar bir xil shuordek ko'rsimi, amaliyot uning tub negiziga yetsangiz bu nayt bir kuchli narsalar, nayt muhim narsalar ham insonning hayotligida bo'lmaydigan narsalar. Endi biz shularni ashunda bo'lmaydigan narsalardan bizni Xitoy tajovuzchilari bizni mahrum qilyotidi, bizni vayron qilyotidi degan o'sha ahvolda biz gap qilsak, masalan, quruq gap qilsak hech kim anglamaydi. Bu hikoya to'qiyotidi, bu nima deyotidi, bu hammadan dalalaydigan gaplar. Chunki boy biz deb o'tib ketganda gap boshqa, harakat boshqa, ish boshqa. Shunda bo'lganligi uchun bu yerda quruq gap emas, shu degan gaplaringizga bir paket bo'lish kerak. Masalan, biz bir kishilik huquq organi sifatimiz bilan dal shularni qilmoqchi. Masalan, sizga desam, eng bizga ichinishli bo'lgani birinchi qitimliq bizniki eng cho'ng qirg'inchilik 97-yildagi G'ulji voqeasi bo'ldi. Uningdan burun Barin voqeasi bo'ldi. Uningdan 2009-yili 7-oydagi Urumchi voqeasi bo'ldi. Mana shunda qirg'inchiliklar, shunda bostirishlar ma'lum vaqt nima qilib Xitoy hukumatı sistemalik planlab qoldi, shunda ahvollar bo'ldi. Ammo xalq hech qachon o'zining insoniy huquqlariga erishib, insonda Xitoyning atalmış avtonomiyasida uning bermagan avtonomiya degan quruq qog'oz bu nom bilan hech qanday huquqdan bahramand qilmagan bunday ahvolni o'zgartirish uchun Uyg'urlar tutmay kurash qildi. Bu kurashning natijasida nurg'un qurbonlarni berib kelyapmiz. Mana shu qurbonlarning hammasini biz chet elda yashayotgan Uyg'urlar bizning cho'ng qila oladigan ishimiz hammamiz deyotgandek
aldı bilan xalqni bütün dunyoni bizga nemish bo'lyotidi degan haqida tarbiyalash. Bunda tarbiyalash uchun o'zimizning ahvolini haq turishlar emas, haqni ishontirish. Agar bizning haqiqatan mushundaq ig'ir kunga o'lim, hayot mamotlik girdog'iga yo'liqayotganligimizni biz dunyoga turibli qo'yib ularni ishontiramisak, bizning qo'limizdan nima kelgan bo'ladi. Mana mushunda ishontirib, shunda qilish uchun biz bir gapni qilsakmi, o gapimizning bir asosi bo'lishi kerak. Shundaqla bu asosimizdan sirt bizning qilayotgan da'voimiz, bizning so'rayotganimiz, bizning erishmoqchi bo'lgan narsamiz, biz chet eldagi Uyg'urlarning qila oladigan ishi. Mushu chet eldagi dunyodagi qonuniy nizomlarga tushishi kerak. Shu qonuniy nizomlardan birisi bo'lgan biz eng foydalanadigan narsa mushu kishilik huquq masalasi, yerlik millatlar masalasi, uningdan boshqa iqtisodiy boshqa taraflar bahramand bo'lish masalasi, muhitlarda qo'g'dash, yaxshi yerlarda yashayoladigan, o'z yurtida xotirjam yashayoladigan, o'zining bir jiddiy vatani haqida o'zining shu vatanga ega bir xalq millat sifatida yashayoladigan shu yashash huquqi deganda mushta xilma-xil huquqlarga Birlashgan Davlatlar Tashkilotida mana mushunda huquqlarga har bir insonningki ega bo'lishi, bahramand bo'lishiga haqliq degan shunda qonunlarga tushirib turib, biz bu da'voni olib boramiz. Mana mushu qilayotgan ishimiz hozir chet eldagi butun Uyg'ur organlarining bo'libmi, kishilik huquqiniki bir material tayyorlash, doklad tayyorlab, shuna faktlar bilan dunyoga ahvolimiz bo'ladigan bir organ sifatida qilayotgan kishi mana shu. To'g'ri deysiz, haqiqatan masalan biz hozirgacha gapingizni bilib qo'ydim. Masalan hozirgacha bizim bu shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan 1948-yili ma'qullangan, e'lon qilingan inson haqlari umumiy bayonnamasi, kishilik huquq umumiy bayonnamasi 30 moddalik. Biz hozir chet ellarda faoliyat olib turayotgan tashkilotlarimizning ko'pinchisi mushuninki modellarga tayinib turib, ham o'z turayotgan davlatlarning qonuni bilan birlashtirib turib, biz tashkilotlarimizning tasdig'ini shunga asosan elyapmiz va uni asosiy yetakchi shuar paylanib kelyapmiz. Hamda ba'zidan oddiy o'ylaydi Uyg'ur da'vosi kishilik huquq da'vosi emas, iyilik huquq da'vosi deb. Bu to'g'ri. Ammo iyilik huquq da'vosini olib berishning oldingi bir bosqichlari bo'ladi hamda. Biz qilganimiz bu shuvardan biz nihoyat ilmli shaklda buni vasf sifatida paylanib keldik. Masalan, nurg'un masalan bu Amerikada yuz bergan bu 11-sentabr terror voqeasidan keyin yangi bir hukm chiqdi g'arb dunyosida. Kishilik huquq iyilik huquqdan muhim deydigan. Kishilik huquq iyilik huquqdan muhim deydigan. Şunun bilan qanday bo'ldi? Masalan, Sırbistan bu nimaga Kosovoliklarga Bosna Hersekdagi qarta nihoyat ig'ir darajada irqiy qirg'inchilik qilib qoldi. Bu vaqtida Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Rossiya bilan Xitoy qarshi turgani uchun yana qaror chiqarilmadi bu nimani jazolash haqida Sırbistonni. Oxiri Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bu kishilik huquq, bu yerda insoniy huquq, iyilik huquqdan muhim emas, Sırbistonning iyilik huquqidan bu. Bu yerda jiddiy bir qirg'inchilik qilayotib turib, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, ya'ni NATO Sırbiston qarshi harbiy harakat yapmadımdı. Harbiy harakat yapmadı ve bu tabii holda Bosna Hersek'ninki, Kosova'nınki mustaqillik erişiga sebepçi oldu. Mesela Janubiy Sudan meselesi, Şarq Tumuri meselesi. Şuna bunun ait oddiy o'ylamasligimiz kerak deb hisoblayman. Masalan, Zubayra xonim sizning ait oddan dedingiz. Siz xizmat qilayotgan bu qurilishning nomi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va yoki nimasi deyli. Ammo sizlar hazırlagan dokladlar hozirgacha o'sha Uyg'ur kishilik huquq qurilishining nomida hazırlangan dokladlar bizning xalqaro siyosiy sanlarda o'zimizni isbotlaydigan va mustabid kommunist hokimiyatning xalqimizga qarata silayotgan zulmini bu yerda dalillaydigan eng asos dalil sifatida o'tirib chiqyapti. Masalan, o'tganda irqiy ayrimchilik qarshi turish komitetining yig'ini bo'ldi. Bu yerda sizlarning sungan dokladlaringlarningki bu irqiy ayrimchilik qarshi turish komitetiga sizlarning qurilishinglarning sungan dokladdan bu yerdan cho'ng bir unumi va ta'sir bo'ldi. Bunun bir eskartib qo'yay dedim. Xo'sh, so'zingizni bilib qo'ydim. Ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi dedingiz. Men shu Kosovo masalasi haqida men shu gapni deydagandim. Aslida siz buni o'tirib qo'ydingiz. Mundaqcha aytgan vaqtda mening o'y fikrimni, o'yimdagi, xiyolimdagi mana shu muhim bir narsani aytib o'tdingiz. Bu bek to'g'ri gap. Bu shu Kosovo masalasi chiqqan vaqtda Amnesty dunyo kechirim tashkilotlarimiz butun hozir bizning Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib bizni nihoyat aktiv qo'llayotgan shu dunyodagi barliq
huquq tashkilotlari, kishilik huquq tashkilotlari, butun tashkilotlar eng oldida turib bayroqdor bo'lib shu ishni qilgan. Undan keyin albatta siz degandek shu ahvol yuz berdi. Bu nihoyat muhim. Mana hozirgi kunga kelgan vaqtda, bundoq jetgan vaqtda burun bir mustaqillik biz Uyg'urlarning garchi dunyo tarixida yaratgan bo'lgan bir ikki mustaqil davlat qurgan bir turib albatta bunda ahvollarniki bu xalqimizning mustaqillik va bu da'voda ching tura oladiganligining nihoyat cho'ng faktlik bir narsa ekanligini shundan bilamiz. Mana Kosovo xalqining mustaqillikka erishigarchi burun hech qanday bir o'zining davlati bo'lmagan bunda jetgan vaqtda shu Sırbistonning bir qismi bo'lib yashayotganlar turug'liq. Demak bu nihoyat bir yaxshi bir misolni o'tirib qo'ydingiz. Men demoqchi bo'lganning birisi. Endi mana mushu deganlarga asosan bizning da'voyimizningki kishilik huquq degan bu tema bilan nereden nereye menvatkalligini men özümüzdeki şu bizden bay özümüzü dep ettiğimiz kishilik huquq qurilishniki dokladlar eder. Şunun sizlarni mesela sizga misol qilib bu şu xalqimizga bir ders va yoki bo'lmasa bir uchur bo'lib qolishi ustida demoqchiman. Merhamet. Mana men shu reportlar, shu dokladlar orqali bizning ahvollarimizning nereden dunyoga anglatilayotganligi, nereden biz dünya jamoatchiligini qanday qilib yoki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin yoki g'arb ellardagi hukumatlar va hatto siz dastlabki tonishtirishda deb o'tgan Indoneziya o'xshash musulmon davlatlarining mamlakatlarining bizning Uyg'ur ahvoliga hozir ko'ngil bo'lib, shunday chiqishining oqisida qanday ahvollar va nima xizmatlar va qanday bir pakt nima ahvollar bor deganda buningga bizning hozirgi Uyg'ur organimiz birdan-bir tadqiqot organi bo'lgan kishilik huquq qurilishiningki qilayotgan xizmatlari haqida bu paktli holda sizlarga shu dokladlarni bir qur tushuntirib o'tmoqchi. Balki albatta nurg'un bizning Uyg'ur ziyolilarimiz bor, o'qigan kishilarimiz bor, inglizcha, xitoycha o'qiy oladigan bizningki Uyg'ur qarindoshlarimiz, ziyolilarimiz albatta bular cho'qim ko'rgan bo'lishi mumkin. Ko'rganlar uchun bu bir tahrir narsa bo'lsin, ko'rmaganlarga uchun tavsiya qilma bu ahvollarning nima ekanligini ichidagi narsalarni o'qishni umid qilma. Masalan, shaxsan men bu idoraga kirib xizmat qilgandan beri chiqargan dokladlardan dokladga qarasangiz bu Xitoyning hozirgi bizniki atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayon deganning hozirgi shu siyosiy rahbarlik qurilishidagi Uyg'urlarningki vakilligining, ya'ni Uyg'ur rahbarlarningki qanchalik sonining ozligi bunday aytganda yo'q deyarlik ahvolligi. Demakki buningdan qaraganda bu atalmış avtonomiyaningki haqiqatan biz Uyg'urlar yillardan beri toki 49-yildan beri deb kelayotgan bu atalmış avtonomiyaning yolg'on faqat aldamchilikdan boshqa narsa emas, qog'ozdagi avtonomiya ekanligi mana dokladdan nihoyat tafsili siyosiy vakillik Uyg'urlarning hech qanday siyosiy vakillik bo'lmaganini aks ettirganda shuningda yozilgan. Demakki bundan biz shuni isbotlaymizki, rost Xitoy bizni aldayotganligi, yolg'on atalmış avtonomiyalar bizni shu kungacha qirib kelayotganligini mana shuningda ba'zi bir materiallar bor. Undan keyin ikkinchi doklad bu dokladning ismi yeri yo'qning jini yo'q. Yeri yo'qning jini yo'q degan o'zingiz bilsiz bu Uyg'urlarning bizningki oti so'zimiz. Bizning azaldan kelib qolgan dokladning ismi shu. Buningda yeri yo'qning jini yo'q deb shundaq bir temini qo'yilgan. Uningda Xitoy hukumatining, ya'ni Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarningki muhit tarafdagi talon-taroj deb, muhit tarafda vatanimizni buzayotganligi haqida. Demak, biz yer egalari, ya'ni Sharq Turkistonning egilik huquqining ya'ning egalari bo'lgan Uyg'urlar bu masala kelgan vaqtda buningda muhit masalasi shu Xitoy hukumatining qanday qilib bizning yerimizni vayron qilayotganligi, muhitini hamma narsani bulg'ayotganligi haqidagi nurg'un narsalarni qilgan. Ham shundaqla buningdimi bu dokladmi asosan Uyg'urlarningki insoniy huquqliq imtiyozlarga bog'lab turib yozilgan. Agar mumkin bo'lsa buni o'qib ko'ringlar. Buningda nurg'un hatto Uyg'ur olimlarning buningda hassasi bor, biz uchun yordam qilgan. Yana bir narsani qo'shib qo'ysam, bularning hammasida biz butunlay faktlar orqali xilma-xil mayli Xitoycha, Uyg'urcha, Uyg'ur olimlari, chet ellik olimlar, bizning Uyg'ur xalqi shularningki butun hammasiningki
bəgən paktliq aşı uçurlarga asasen yazılgan dokladlar. Onun için bu doklad Ecellik zərbi beriş, ismi ecellik zərbi beriş dep at koyulgan. Bunun da Ürümçi, yani muşu 2009 yılı Ürümçi vakası, Ürümçi qırğınçılığında yüz bergen ahvallar. Yani bizninki izdireksiz yo'qolib ketgan, neçe yüzlügen ballarımız, neçe yüzlügen yaşlarımız tutulup ketgan, yo'qolib ketgan şular haqida nayt tepsili yazgan report. Bu kerçik bulsunmu? Bunun yanılam kıymeti nayt zor. Menançı bu hiç qandaq kıymetini yo'qotmaydi dep qarayman. Çünkü bu reportlarning hammasi bir-birisiga nayt bağlaşliq. Siz bularning hammasini logikali qarab o'ylasangiz, buning hammasida tepsili halda biz Uyg'urlarning näden nägacha nemi kunda qilib hozirgi nägacha kelyapmiz degan narsani nayt yaxshi bildik. Uningdan keyin yana birisi bu doklad qıltaq tushirib qolganligi virtual cage deymiz. Nemening ichidagi qıltaqlik tor dünyasida qıltaq tushib qolgan degandek, buning da biz Uyg'urlarning fikr erkinligi, Uyg'urlarningki mushu o'zininki o'sha internet mushu hozirgi mushu tor dunyosi turibmi, qaysi ahvollarda bizga nisbatan Xitoy hukumatiniki qandaq tor dunyosi mushu tarafdan bizni qandaq dunyodan ayirib qo'yayotganligi, bizni dunyo bilan aloqalashish, dunyo bilan ko'rishish, ham shundaqla mushu bizning vatanninki ahvolda butunlay bizga tor dunyosi mushu ilm dunyosidami, mushu bizga bütün dünya bilan bog'lanib turadigan bir xil ahvol ostida, ya'ni bizning naqadar bu tarafdanmi bostirish elib berayotganligi. Buningda biz asosliqi 7-oyning 5 Ürümçi vaqasida shu vaqa munosabatlik shu to'r boshqaruvchilar, Uyg'ur to'r boshqaruvchilar qo'lga ilingan ham reportchilar, ya'ni muxbirlar, shularning hammasini bir topshirib o'z ichiga olgan astam shu 7-oyning 5-dagi vaqasi ham shunday bizning shu Uyg'ur to'r internet bostirish haqidagi doklad bu ayta muhim. Undan keyin bu dokladda sizlar bizni qaytarib olsanglar bo'lmaydi degan, o'zingizning xabar bor, shu 7-oyning 5 Ürümçi qirg'inchiligidan keyin bizning nurg'un Uyg'urlarimiz vatanda turamay, ota-onalar bolalarning istiqbolidan ansirab, yosh bolalarni hech qanday narsaga qaramasdan vatanning sirtiga chiqaryapti nurg'un bolalarni. Ko'pmi sizlar Yevropada tug'anlar bu ahvollardan aniq xabaringlar bor. Masalan, Gollandiyada nurg'unlagan Uyg'ur yoshlari tutib olish o'rinlariga akirib ketildi, chunki ular hech qanday nisiz vatandan qochib chiqqanligi uchun. Endi ba'zi vaqtda bularninki shu siyosiy panoliq ahvollari og'ir ahvollarda qoldi, chunki u yerda bizda bu qadar nurg'un uchurlar, nurg'un faktliq narsa bo'lmaganligi uchun ba'zi bir hukumatlar yanada bizning Uyg'urlarning degan gaplar aytganlarini xuddi bir hikoyadek ularning gaplariga ishonmadi. Bunday aytganda ishonmaganligi uchun ularning siyosiy panoliqlarini qabul qilish og'ir ahvolga keldi. Shu vaqtdagi shu ahvollarni ko'z tutib yozilgan doklad bu. Bu dokladda sizlar bizni qaytarib olsanglar bo'lmaydi degan nom bilan shu yerda shu qochib chiqqan shu Gollandiya olsun, shu Yevropa, Turkiyadagi butun shu yerlarda vayron bo'lib turgan bizning Uyg'urlarimizning har birisini so'zlashib, shularga intervyu qilgan asosda yozilgan report doklad. Bu dokladda bizning Uyg'urlarninki shu 7-oyning 5-dagi Ürümçi vaqasi va shunday vatanda shular bir yoshlar sifatida ularning o'zlari shohid bo'lgan Xitoy hukumatining bostirishlarini tafsili yozgan. Agar ular vatan qaytib bo'lsa, ularning oqibatining nima bo'lganligi haqida tafsili yozilgan doklad. Mushunda dokladlar sababidan bizning Uyg'urlarimizningki siyosiy panoliq ishlari ilk surtmayotgan vaqtda siyosiy qabul bo'lish nisbati ko'tarildi. Shuning uchun bu bir muhim material, agar xalqimiz buni ko'rib o'qib boqamiz desa.
Uningdan keyin mau Uyg'urlarninki shu emgak huquqlarini dafsandichilik uchirganligini tasvirlagan doklad. Bu dokladda dafsandichilik, töven ko'rish, uningdan keyin besim degan shundaq nimada buningda Uyg'urlar bo'lib Uyg'ur yoshlari keyingi vaqtda atalmış qo'sh tillik ma'rifini imkonki nurg'un Uyg'ur yoshlarimizni garchi Xitoylardan farqsiz Xitoycha bilimi bor shundaq qilib o'zlari shu yo'lni qilgan bo'lsa-mu, haqiqatli Uyg'ur bo'lganligi uchun garchi ularniki saviyasi Xitoydan qilishmaydigan, Xitoy tili Xitoydan qilishmaydigan shunday ahvollar bo'lsa-mu, qanchalik Xitoyniki kamsitishga uchraydiganligi, ya'ni Xitoy hukumatiniki xizmat berish, xizmat taqsimoti, o'zining bilimi saviyasiga loyiq xizmatlarni tepish shunday ahvollarda besimlarga uchraydiganligi shu tarafdan nayt tafsili yozilgan. Buningdan nurg'un shohidlar haqiqiy shunday ahvollarni beshdan o'tkazgan odamlarninki ahvollarini butun hamma narsani dokumentlashtirish orqali yozilgan doklad. Buningda siz degandek Uyg'urlarninki, ya'ni sizlar o'zingizlar ko'rayotgandek Uyg'urlarning shu xizmat tepish, yashash, shu iqtisodiy tarafdan ko'tarilish degan taraflarda naqadar ajallik holda biz Uyg'urlarni dafsanda qilib kelayotganligi yozilgan. Uningdan keyin bu dokladda Uyg'urlarning ma'rif haqidagi xitobi yoki Uyg'urlarning ma'rif sohasida chiqayotgan ovozlari degandek shunday mazmunda yozilgan. Shunday tema berilgan, ammo buningda asosligi Xitoyning atalmış qo'sh tillik ma'rifining amaliyot qo'sh tillik emas, butun bir tillik ma'rif, ya'ni Uyg'urlarni butunlay xitoylashtirishni maqsad qilgan. Uyg'urlarni qo'sh til emas, butunlay Xitoy tili, bir Xitoy tili bilan tarbiyalab, oxiri ularni ko'rinishi, shakli Uyg'ur, ichidan butunlay Xitoy qilib chiqishga uringan, shunday assimilyatsiya qilgan. Shu maqsadniki butun bir maqsad ekanligi, shu g'oyaning shu ekanligini ifodalaydigan shu ma'rif tarafdan, ya'ni atalmış qo'sh tillik ma'rifini cho'radigan holda ma'rif tarafdan Uyg'urlarning duch kelayotgan besimlari, duch kelayotgan haqsizliklari deyilgan doklad. Mumkin bo'lsa buni ko'rib chiqsanglar bo'ldi. Uningdan keyin bu dokladda Xitoylarninki o'zining Uyg'urlar qaratgan bostirishlarni qonunlashtirishi degan doklad. Endi buningda Xitoylar bu qonun o'ziniki hozir qilayotgan shu Uyg'urlar qaratgan besimlarni qonunlashtiryapti degan buningda asosligi atalmış Xi Jinpingninki terrorlikqa qarshi urushininki amaliyotda Uyg'urlarga qarshi bir jang e'lon qilgandek shunday ahvolni tasvirlaydi. Buningdagi asosli nemizda mana hozir shu doklad chiqqandan beri shu doklad chiqib, shu dokladlarga biz material to'playotgandan beri biz o'ylagandek ahvollarning hammasi yuz beryapti. Xitoy birdan o'zining Uyg'urlar qaratgan her tarafdagi besimini siyosiy, milliy, diniy, ma'arif, ijtimoiy her qandaq tarafdagi bir iqtisodiy her bir besimini, her bir qilayotgan Xitoy Uyg'urlar qaratgan shu ahvollarning hammasini keng qonunlashtirib qo'ydi. Bundan shu ko'rib olishga bo'ldiki, Xitoy hukumati keyingi vaqtda mayli qanday bir dunyoning so'riqiga yo'liqsin, mayli qanday bir ahvollar bo'lsin, biz bularni Junkoning faloni qonuni uchun manda qildik degan atalmış shu sabablarni nima qilish uchun bu oldin ola tayyorlik qilib Xitoyning shu doklad yozgan vaqtdan boshlab shu ishni elib berishga boshlagan. Senga buningda diniy besim desangiz, shu diniy besim haqida Xitoy buningdan o'zlari qonun chiqadi. Ya'ni oshqunlikni yo'qotish deb shu bu oshqunlikni yo'qotish deganda amaliyotda bu faqat bizning vatanga qotilgan Xitoy boshqa o'lkalarda u xildagi qonun yo'q. Endi shu qarg'a vaqtda bu Xitoyning bu butun xilma-xil taraflardagi qirg'inchilik tuzumning hammasi Uyg'urni nishon qilganligi ham Uyg'urni nishon qilgandimi o'zining atalmış qonuni jazosini qurib shu qonunli holda
şuna başlaş ilip bağlı hakkında yazılgan doklad. Mümkün bunu bir körüp çıkınlar. Albatta müşahede şunu kısırıp koyğum keldi. Bayın ait obdan dediniz siz. Töttamdan şekerilik kuruş valık dolak inqilaqlış yama asan. Bu ba'zilar moda bo'lib qoldi hozir. Ammo amaliy ish qilish haqiqatan tez. Biz maylimasdan BDT'ga borayli, Yevropa parlamentiga borayli va yoki o'zimiz turayotgan davlatlarning hukumatlariga parlamentlarga borayli va yoki xalqaro huquq tashkilotlarining oldiga borayli. Biz quruq gap qilsak qiziqmaydi ular. Voy zulm bor, unda qirib ketdi, bunda qirib ketdi, qo'shnilik ma'rifni unda qildi, bunda qildi. Hammasi bizdan doklad istaydi-da hamda. Yani doklad talep qilganimiz sistemlik siz hozir degandek sistemlik dalil isbotlik. Bundan bu Uyg'ur kishilik huquq qurilishi haqiqatan yani shuni obrini qilib keldi va ta'kidlab qo'yishni bir vijdonni bo'lish deb bilaman. Endi haqiqatan Uyg'ur milliy harakatini o'sha xalqaro siyosatlarda yuqori saviyada aprotgan Uyg'ur milliy harakatini nihoyat qimmatli dalil isbotlik dokladlar bilan ta'minlab kelgan bir qurilish bu Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va sizlarning hozirlagan dokladinglar e'tirof qilinishga chunki o'zinglar isbotlaganda dalil isbot nuqtasidan bo'lsin süpti nuqtasidan bo'lsin uni o'lcham xalqaro o'lcham nuqtasidan bo'lsin sizlar o'zinglarning e'tirof qilgan bir tadqiqot qurilishi va buning davoyimizga bo'lgan töpsiz davamımızda bo'lgan buning ijobiy foydasi intayin ko'p bo'ladi. Biz hozirgacha buni ko'ryapmiz. Shunga bu yerda aziz qarindoshlarimiz Zubayra xonim deb o'tdi. Hamma bular hozirlagan doklad tatsan butun Sharq Turkiston xalqiga oid bir doklad. Bundan foydalansak o'zimiz turayotgan davlatlarda bo'lsin, xalqaro siyosatlarda bo'lsin, bu davoyimizning sifatini yuqori ko'tarilgan bir narsa hamda bu nihoyat muhim bir omil. Bizde derhal mesela biz xalqaro siyosatlarda hozir biz Sharq Turkiston milliy harakati xalqarolashishni amalga oshirdik deb xo'shal biz. Haqiqatan xalqaro bir masalaga aylandi. Ammo bu faqat birinchi eng uzun qiyin bir bosqichni endi tugatdik. 49-yildan tortib hozirgacha olib borgan uzun bir bosqichni endi Uyg'urlar masalasini xalqarolashtirishni endi amalga oshirdik. Ammo uningdan qiyin bosqichlar oldimizda. Qonunlashtirish masalasi bor. Masalan, sizning xabaringizda 90-yillarning boshlarida Tibetliklar Amerikadan shu nimani chiqardi qonun loyihasini. Tibet Xitoylar tarafidan besilingan zimin degan qonun. Ammo bizni unda e'tirof qilib Xitoylar tarafidan besilingan zimin Sharq Turkistonda hech qanday bir parlamentdan hozirgacha hech qanday bir nima chiqqani yo'q. Va shuni chiqarishga g'ayrat qilib tirishyapmiz. Oldimizda ma'noga nurg'un bosqichlar bor. Shu bu yerda bu davoni sifatlik boshqalarni ishondiradigan darajada olib boramiz desak, Zubayra xonim deb o'tgandek shunday amaliy Sharq Turkiston har qaysi sog'liq munosabat qaysi soni so'roqqa taqliq Zubayra xonim ko'rsatgandek oldiga tashlay oladigan dalil isbot bilan bundaq bir nimaga bo'lish kerak deyman. Xo'sh, Zubayra xonim. Rahmat, Farhod efendim, nayt yaxshi bo'ldi, chunki bu mulohazangiz, chunki biz men faqat o'zimizningki shu organninki reportlari tayyorlagan shu ahvollarni hamda dokladlarni sizga sundim. Siz nayt yaxshi bir xulosa qildingiz. Albatta, dal siz shunday aytib o'tgandek, ana shularni maqsad qilgan asosda xalqaroda biz o'rnimizni, xalqaroda biz da'voyimizning sifatini yuqori ko'taramiz. Xalqaroda bizning da'voyimiz da'vo sifat. Xuddi siz aytgandek, Tibet Xitoy tarafidan berilgan zimin deb shunda bir e'tirof qilmagan qonun chiqqan yerda bizning tex chiqmadi deb o'tdingiz. Menimcha biz nayta umid var bizning shunda qonun chiqish mumkinchiligi bo'ladi deb qarayman. Chunki mana shularning hammasi shunda qonunlarning chiqishi, shunda bir cho'ng bir burilishning, shunda bir yana bir qadamning atlanishi uchun asos bularning hammasi. Hargiz qadam biroq eriqdan hozir atlab mumkin daryodan uchib o'tmaymiz. Çünkü işte qadam hamma narsa bo'ladi, ammo bu shunda bo'lish uchun siz degandek bizning ishlarimiz nurg'un, mushkil. Hozir biz Uyg'urlar undaq muammoda bo'ldi, anda bo'ldi deb undaq qilqi o'rinsiz ba'zi bir mulohizalarga kirdiganga vaqtimiz yo'q, ham o'qindak ahvolimizmi yo'q. Endi buni nima uchun unda deymiz degan vaqtida men eng oxirida yana 3 to'qlab qoldi, men buni degim keldi sizga. Marhamat. Buning ichida bay deb o'tkatdik, muhit dedik, ma'arif dedik, bizningki Uyg'urlarning ish iqtisodiy imtiyozli huquqlari dedik,
Ondan keyin Xitoyning atalmış yalğan avtonomiyasining yalğanligini dedik, hamma narsani deb o'tdik mundaqcha aytgan vaqtda. Onun ichida masalan diniy tarafdimi bor, bu boyaqi atalmış terror Xi Jinpingning terrorlikqa qarshi urushi degani shu Uyg'urlarning diniy haq-huquqlari Uyg'urlarning diniy tarafdan qirqib tashlash uchun chiqargan narsa. Undan sirt mana Mao report Uyg'urlarning Xitoyniki shu Uyg'urlarniki madaniyat nimasiga qarshi, madaniyatiga Uyg'ur madaniyatini qanday qilib yo'q qilib, bu Xitoyning o'zining xohlaydigan Xitoy o'zining davlat manfaati, o'zining manfaatiga mos holda Uyg'urlarni Mao madaniyat deb ko'rsatadigan bir madaniyatni mustaq yasab chiqayotgan shundaq ahvollarni deyilgan report. Buningda masalanga hozir o'zingizning xabari bor, bizning Uyg'urning madaniyati, Uyg'ur biz Uyg'ur madaniyatlik desak, shuning o'zini Xitoy jinoyat qaraydi, ammo Xitoy yana bir tarafdan aytgan vaqtda o'zlari mustaq san'at o'maklarini uyushtirib, o'zlari mana bir guruhlarni qilib, dunyoga hammaga ma Uyg'urning madaniyati qo'shal qo'ram Xitoyning hukmronligini qabul qilib yashayotgan Uyg'urlarning madaniyati bundaq deb o o'z yasab chiqqan bir madaniyatlarni dunyoga tashviq qilish ahvolimi bor. Masalan, bizning Uyg'urning o'zining madaniyatini o'ziga qo'yib bermasdan o'zining Xitoylarini bizning Uyg'urning naqshini yetkazib, Uyg'urning usulini muqomini chog'izib degandek shunday ahvollar bor. Demakchi bu reportda Xitoy bizning madaniyatimizga tajovuz qilib, bizning madaniyatimizmi Xitoy hukumatining, Xitoylarning mavqesidagi, Xitoylarning ideyasida ular qabul qila oladigan darajadagi madaniyat bo'lishi, madaniyatimizni yasab birma degan shu tajovuzchilik o'tirib qo'yilgan bir doklad. Buni ko'rib chiqinglar, foydasi bor. Undan keyin Mao doklad, bu doklad yana shu oldingi yili chiqqan. Buningda 5-zahar deb, bu 5-zahar degan vaqtda Uyg'ur Xitoy hukumatiningki chet elda yashayotgan Uyg'urlarga qarta besimi degan shu o'tirib qo'yilgan. Demak, Xitoy vatan ichida Uyg'urlarga nisbatan qilgan butun talon-taroj tajovuzdan eshib teshib hozir vatan sirtiga qarab o'tdi. Vatan sirtimi o'zining cho'moqchilari, xoinlari ham shunday qilib boshqa yo'llari bilan bizning vatan shu sirtda turib vatanning qiymini yeyotgan, vatan uchun birga qilayotgan ish qilayotganlarningni shularga besim ham shularniki yo'lini to'sish uchun qilayotgan ahvollar bor. Buni tasvirlagan doklad buningda yozilgan. Mumkin bo'lsa buni qarab chiqinglar. Ondan keyin eng yaqin qism emas, bundan keyin Uyg'ur ziyolilari haqida chiqdi. Masalan, buningda Uyg'ur ziyolilari haqida hali deb o'tibman, undan og'ash kelmabman. Bu o'zingiz bilsiz, Uyg'urlarning jazo lagerlari haqida. Milyonlagan Uyg'urlarimizni hozir atalmış jazolar lagerlariga so'lab, unda aytgan vaqtda hayot mamatlik kirdagi ishtirayotgan shu ahvollarni pak materiallar bilan yozilgan doklad. Mumkin bo'lsa buningga qarab chiqinglar, nurg'un narsa bor. Buningdan keyinmi yana bir ikki doklad, ham shunday bir necha qisqa dokladlarni yozdik. Agar xohlasanglar, shu uhrp.org deb kirsanglar, internet veb-saytda, shu tor sayt, torda. Shuningdan nimsanglar Xitoychisi bor, Xitoycha o'qilaydiganlarga, inglizcha o'qilaydiganlarga inglizchasi bor. Agar munosabatlik bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz, ziyolilarimizning vaqti bo'lsa, ba'zi bir dokladlarni agar keraklik deb qarsa Uyg'urchaga tarjima qilib, Uyg'urcha tor betlarga e'lon qilsanglar, texi yaxshi. Turkchilar biladigan qarindoshlar turk tillariga tarjima qilib, turk torlariga yoqsanglar, ish qilib, dunyoda qancha til bo'lsa, biz dunyo xalqini o'zimizning shu Uyg'urlarning masalasiga qiziqsin, Uyg'urlar masalasini tushunsin. Uyg'urlarning kelayotgan, shu beshiq kelayotgan bu kun balkim ata har bir insonning beshiq kelishi mumkin shu yer shardagi degan shunday bir da'voni ko'tarib chiqish uchun bildirish uchun shunday ahvol, shunday dokladlar, shunga o'xshash nurg'unlagan paktli yozmalarningki tarjima qilinishi, taqitilishi, Uyg'ur da'vosi degan mana shu. Shularni bildirishimiz kerak, bildirganda mana shu yergacha bildirishimiz kerak. Shuning uchun yaxshi bir tavsiya bo'ldi. Sizlar bu bizning Uyg'ur milliy harakatining boyama dedim, jiq yukini yengillatganda, hamda masalan bir dokladni hozirlash uchun bir xalqaro yarg'idek, xalqaroliq o'lcham bo'yicha bir dokladni hozirlash uchun nurg'un vaqt ketadi, uning nurg'un arxiv to'plashga, nurg'un dalil isbot to'plashga. Bo'libmi shu eng oxirgi qatim siz ko'rsatgan dokladingiz, hamda u Xitoy BDT yig'inida dedi-ku, ayirmachilik qarshi turish komisiyaning yig'inida yuzini dab taqilib, yolg'onchi bir hokimiyat hamda
bizde jazo lagerlari yo'q, kasbiy tarbiyalash markazlari bor, biz ishga o'rlashtirishdan burunqi deb ashunda nima qildi. Nurg'un yerlar dastlab uni inkor qilib kelgan, ammo sizlarning ma dokladinglar jazo lagerlariniki Sharq Turkistonda borligini va buning Xitoyning zaten buni inkor qilolmaydiganligini nəhayət obdan bir dalillər bilan, nəhayət obdan dalil isbatlar bilan, şahidlar bilan nəhayət yaxşı yoritib bergan və muşu dokladlarni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsan Hüquqları irqi ayrımçılıqqa qarşı turish komissiyası olsun, yoki kişilik hüquq alik komissarligi olsun, bular nəhayət çoğ bir ta'sir qilgan bir doklad və Xitoy hozir asosida bu butunlay inkor qilyapti. Hozir uni yerim inkor qismi, yerim inkor qilolmaydigan darajaga. Xo'sh, Zubayra xonim, Allah razı olsun sizlarning kişilik hüquq qurilishida biz Uyg'ur xalqi uchun nihoyat muhim bir organ, nihoyat muhim bir tadqiqot markazi hisoblanadi. Hozir ham masalan dedik, bu Sharq Turkiston masalasi xalqaralashib bo'ldi dedik, ammo xalqimiz jiddiy bir narsani kutib o'tadi xalqarodan hamda amaliy bir narsani. Endi bu nima degan vaqtda masalan bo'lib jaqroq Uyg'urlarning ko'zi quliqish Amerikada hamda, chunki Amerika butun dunyoning siyosiy, harbiy, iqtisodiy markazi. Endi yaqin masalan Magnitskiy qonuni bo'yicha Tunçanga başladık Xitay rəhbərlərinə cəza veriş məsələsi etilgəndə onundan keyin Uyğur Kişilik Hüquq qanun layihəsi o Kengaş və Avam Palatası əzaları tərəfindən Konqress sunuldu. Amma yaxşı yüzünüşlər var, amma dərhal bir niməni görənmədik həmdə. Xalqımız iman hazır. Dərhal bir nəticəsini görsək, Xitayını bir cəzalab baxsa, o bu deydiğen. Siz şu Amerika'daki bu Uygur davasının en ahırki terakkat yönetişide siz şuna bir ümitini görelim siz kelgüsüde Xitay'a karşı ciddi bir neme berdiğen, ikaz kaytırdıqan. Halkımızı biraz suyundurduğan. Köp rahmat Ferhat efendi, nayıtı bir yaxşı sualını mındaq jetqan vaqtda ben sözümü nayıtı bir yaxşı xulasalaydigan bir sualını dal özünüz oylap etdinizden qoydunuz. Köp rahmat. Meningçe bunun şunda bir ümit var, amma bunun təfsili qanda bo'lishi mumkin deganni men o'zingizning boya dastlabda aytib o'tdingiz. Masalan, bizning Ömer Qanat efendi bilan suhbat etib borman deb. Meningcha Ömer Qanat efendi o'zingizning xabari bordek, bizning shu Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori. Hem shundaqla asosligi shu bizningki bu Uyg'ur kishilik huquq qurilishi organi mustaq dokladlarni tayyorlab, bularni xil hukumat organlari, hukumatsiz tashkilotlar, kishilik huquq tashkilotlari, dünya cemaatçiligi, musulmon davlatlari har qandaq biz Uyg'ur davosiga yordam qilish imkoni bor, mumkinchiligi bor, foydasi bor. Hem shuningdan bir unumi chiqadi degan har qanday yerga biz buni xil yo'llar bilan yo'llaymiz. Shaxsan men bu organniki Xitoy ishlari aloqasiga mas'ul. Shunda bo'lganligi uchun shu dokladlarning hammasining xitoycha tarjimasi bor. Hem Xitoycha alda bütün Xitoycha so'zlaydigan hamma yerga tashviq qilamiz Xitoylarni bu ishga akirish uchun. Masalan, bu tarafda sizning xabaringiz bor, bu Tayvan bo'lsin, Hong Kong bo'lsin, hatto Tibetliklar biz bilan nihoyat yaqin shu undan sir Xitoyning ichidagi Xitoylar, ya'ni shu hozirgi Xitoy sirtidagi demokratik Xitoylarning qo'li shularningki yardım bilan Xitoy ichidagi Xitoylarni tashviq qilish degandek shu ishlar mening ishim. Ammo siz degan siyosiy tarafdagi masalalar, ya'ni masalan Amerikaning hozirgi qonun ma'qullash shu taraflar bilan bu bizning Uyg'ur masalamizda bir bo'sish xarakterda bir o'zgarish bo'ladimi? Chunki Uyg'urlarning hozir umidi shunda bir ish bo'lmasa, hozir Uyg'ur xalqi bu atalmış jazo lagerlarida hayot mamotlik ahvolini ko'ryapti deb biz shu ahvolda hammamiz ansirashda, hammamiz qo'rqishda. Meningcha bu siyosiy tarafdagi bo'libmi, shu targ'ibot tarafdagi ham Amerika hozirgi masalasida hozirgi nadan nagacha bo'lyapti. Shu Amerika siyosatida bizning Uyg'ur masalamiz, shu Uyg'urninki masalasida qanday bir ahvol, qanday bir o'zgarish yoki qanday bir yuzlanish bo'lishi mumkin degan vaqtda men sizni yana bir qatim mümkün bo'lsa Ömer Qanat efendi shundaqlar shu Uyg'ur kishilik huquq qurilishininki boardninki bosh direktori Nuriy Turkal efendi bilan alayda bir suhbat etib berishingizni tavsiya qilaman. Rahmat. Haqiqatan ham bu mesela Yevropada yaxshi yuzlanishlar va masalan o'tgan Yevropa parlamentidan Xitoyning shu jazo lagerlari masalasini ayblab qaror loyihasi ma'qullandi. Uningdan keyin Yevropa Birligining parovozi hisoblangan hamda Germaniya ichki ishlar ministrligi bir ikki oy burun
Germaniyaga kelib siyosatxonaga tilgan Uyg'urlarni qaytarib etmaslik haqida qaror olgan. Tabii yaqında bir ikki hafta burun yana Germaniya chet elliklar idorasi bilan federal siyosatxonaga tilash mahkamasi yana birlikda mayli Germaniyaga siyosatxonaga tilab talabi qabul bo'lsin va yoki rad qilingan bo'lsin, hech qanday Uyg'urni hech qanday sabab bilan Germaniyadan sirtqa chiqarib etmaslik haqida yana bir qaror oldi-da. Bu amaliy bir qadam hamda. Uningdan keyin go'rlik qiliblar Germaniyaga siyosatxonaga tilgan qarindoshlarimizning siyosatxonaga talabi bir-birlab keyin qabul bo'lyapti-da hamda. Bu mu hamda bu yerda Uyg'urlar masalasiningki bo'lib Uyg'ur xalqimizning beshiga kelgan kulfatlarning bu yerda dunyo jamoatchiligi tarafidan, g'arb davlatlari tarafidan e'tirof qilinganligining muayyonlashtirilganligining bir nimasi, masalan, Germaniya hukumatining olgan shu qarorlar masalan buningda boshqa g'arb davlatlardan asosda bo'layotdi bu Amerikadan noit kuchlik nima inshaalloh xalqimizni suyundiradigan Amerikadan bir xabarlar kelib qoladi deb orzu qilamiz. Herhalde Zubayra xonim bugün aytdim yaxshi temalarda ma'lumot berdingiz. Haqiqatan bizning agar da'voyimizni muntazam sistemlik aparimiz deyotganmiz, ilmiy asosda aparimiz deyotganmiz, xuddi sizlarningki Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishi o'xshash ilmiy tadqiqotga, ilmiy dokladlarni hozirlashga, xalqaro jamoatchilikning dunyoni ilmiy dokladlarni Sharq Turkiston masalasi haqida Xitoyning yetkilayotgan zulmlar haqida dalil isbotli dokladlar bilan ta'minlashga favqulodda ahamiyat berishimizning muhimligini bu yerda qayta bir eslatib qo'ydingiz va shundaqla bu yerda da'vo uchun quruq gapning emas, to'rttamdagi inqilobning emas, amaliy ishninki, amaliy xizmatninki. Albatta amaliy xizmat, amaliy ishga fidokorlik ketadi, vaqtingiz ketadi, zehningiz ketadi. Ikki batlik bir dokladni hozirlash uchun haplab o'tirsiz, ammo quruq gap qilsa, uning hech qanday vaqt ketmaydi. Shu orada o'lib to'rttamning shekeri. Başlanib jaqlab qoldi hozir yaqin mezgillarda. İnşallah biz zaman yapayotgan bu xizmatimizning, tirishchiligimizning, fidokorligimizningki natijasini cho'qim ko'ramiz va buning mukofotini cho'qim olamiz deb o'ylayman. Oxirida sizning bir qo'shimcha qilgan so'zingiz bo'lsa anglayli, shuni bilan programmani asosida oxirlashtiraylik. Başqa qo'shimcha qiladigan alohida gapim yo'q, shu birdan bir umidim butun Uyg'urlarimiz mumkin bo'lsa hozirgi vaqt bizningki eng yaxshisi birlashadigan vaqtimiz. Eng muhimi biz vatandagilarniki hayot mamotlik girdobida ekanligini cho'nqur tushunadigan vaqtimiz. Bu vaqt bizning undaq shu vatandagilarning mandaq chiqqan vaqtlar to'polangdan to'qash o'g'irlabdi degan bizda bir gap bor. Masalanki bir yerlarda urush talash bo'lsa, masalan, bu Xitoy bu ishni nihoyat yaxshi qildi. Afg'onistonda urush, O'rta Sharqda urush bo'lganda urushdan foydalanib tijorat qildi bu yerda. Nihoyat yaxshi qildi. Gerçi bu kadar ahvalni bizniki hozirgi da'vo taraqqiyotiga o'xshatmasakmi, lekin mushundaq qilqa hozirgi xalqimizning bu vatan sirtidagi Uyg'ur xalqimizningki hissiyoti, ularniki nima qilarini bilmay bu vatandagi ahvollar bizning vatandagi dil va vayronchilik paydo qilib qolmay, bundacha xalqda vatan sirtidagi vayronchilik ig'ir. Shaxsan o'zimni desammi, bizning bunday aytgan vaqtda bu vatanda bo'lgan bosqinchilik ta'sir qilmagan Uyg'ur oilasi qolmadi shaxsan mening qarashimcha. Bizda bir hissi ojizlik yoki bizning mushundaq bir vaqtimizdan foydalanib biz da'voninki asosliq muddaosidan, asosliq yo'nalishidan chetnab ketmasak. Bunday vaqtda bizning hissi ojizligimiz yoki besim bizning irodamizni bo'shatib qo'ymasa, biz qanday bo'lishdan qat'iy nazar bizning da'voyimiz haqiqiy da'vo. Biz Uyg'urlar cho'qim bir kuni o'zimiz erishmoqchi bo'lgan huquqqa erishmoqchi bo'lgan kunga erishimiz, ammo bu kun uchun bulan chapqonlar bak ko'p, tez tutsak deb shuni bir tavsiya qilaman butun Uyg'urimiz, Uyg'ur qarindoshlarimizga. Rahmat Zubayra xonim, atayta vaqtingizni chiqarib suhbatimizga qatnashganligingiz va bergan qimmat takliflaringiz uchun sizga takrar rahmatimni, minnatdorligimni bildiraman va sizga Germaniyaning vaqtida xayrli oqshomlar tilayman. Amerikada tush yo'lda qachon. O'sha vaqtingiz xayrli bo'lsin. Sizga rahmat. Rahmat xo'sh. Xayr. Assalomu alaykum. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, sizlarning ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan To'g'ri televiziyasining naq maydon suhbat programmasi aziz qarindoshlar. Biz boya Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq komissiyasining mudiri ham Amerika kishilik huquq qurilishiningki kasbiy tadqiqotchisi
bizningki eng iqtidorli, talantli, fidokor xonimlarimizdan biri bo'lgan, siyosiy faoliyatlarimizdan biri bo'lgan Zubayra Shamsiddin xonim bilan suhbat olib bordik. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi suhbatimizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Kelar qatimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr xo'sh.